Oldingi yil go'shtni gazelda jo'natganmiz, aka, eslaysizmi? S1dan nariyoq tarafdagilar bor-ku. Qibrayga ham boraman. S1dan nariyoq tarafdagilar. Hamma qo'shnisi boy deydi, unami? Hozir bitta gap, g'oyibona, umuman men qurbonlik qilayotganimni hech kim bilish shart emas deydigan insonlarga biz sizni qo'yingizni so'yib beramiz, chiroyli qilamiz, keyin mehr 20-20 ga topshiramiz. U yog'ini haqdor insonlarga yetkazishadi. Inshaalloh. Nimadir qo'shimcha kiritaman desangiz, ayting aka. Mana shu ma'noda xizmatdamiz. Boya ana maxfiy tarzda nima qilmoqchi bo'lsa dedingiz-ku. Sizdan bir ikki marta buni kim nomidan deb yozib qo'yaylik, kakta mediada e'lon qilaylik desa, yo menga aloqaga chiqadiganlar aslında hech kim bilmasin deydiganlar. Shunaqa. Boyga aytganda bir gazelik keladi, ichida masalan 20 ta bunaqa bo'lishi mumkin, so'yilgan qo'y bo'lishi mumkin. Kimi nomidan yozaylik desa shart emas deyishyapti deb. Shunaqa. Bu video siz bizdan qo'y oling degan maqsadda emas, lekin qo'y olsangiz manziliga yetkazamiz degan maqsadda. Agar bizdan qo'y olmasangiz ham mehr 20-20 ni o'ziga yetasiz. Sizga to'liq ma'lumot berib, siz uchun bizga ishonmasangiz, o'zligi shu ishni hal qilib berishadi. Mendan qo'y olishmasa ham mayli, olishsa sizlarga yetkazib beramiz. Olishmasa lekin qat'iy bir sizlarga podpiska tashlab qo'yishsin. Ko'zinglar bilan ko'rib turasizlar jarayonni. Sizdan olishmasa ham baribir odamlar qurbonlik qiladi, uyda qiladi, hokazo joyda qiladi. Yetkazib berish, kimga yetkazib berish bilmaydi. O'shanaqa payt ishni osonlashtirish uchun hatto o'zimiz joylardan borib ketishimiz mumkin. Xonadonlarda masalan. S1dan nariyoq tarafdagilar bor-ku. Qibrayga ham boraman. S1dan nariyoq tarafdagilar. Hamma qo'shnisi boy deydi, unami? O'sha yerdagilarga kimga beradimi? Kimga beradimi? Kimga berishadi? Boy-boyga go'sht tarqatmaydi-yu. Mehr 20 ga podpiska tashlaylar, rasm manfaatli bo'ladi. Setkalarda qidirib xonadon yurmaysiz. Siz uchun kimdir xizmat qiladi, keyin to'chli joyiga boradi. Xudo xolasa. Tan joyingiz sog' bo'lsin, manfaatli bo'lsin.